Baxt o'zi nima? Menimcha, baxt bu nisbiy tushuncha. Ertalab ishiga, kechqurun uyiga shoshadigan inson baxtlimi? Ha, u baxtli. Chunki uning intiladigan maskani bor. Uzoq vaqt betob bo'lib, keyin tuzalgan odam ham baxtli. Ilk bor ona bo'lgan ayol ham, talabalikka erishgan o'smir ham o'zicha baxtli. Lekin inson ko'nikuvchan. Uning eng katta yutug'i ham, mag'lubiyati ham shudir balki. Boshida juda xursandchilik bag'ishlagan narsalar vaqt o'tib oddiy holga aylanadi. Lekin kimlardir mo'ljallagan narsalar oxirida baxt emas, aksincha bo'lib chiqadi. Birovning hayotiga aralashish yaxshi emas. Lekin berilgan maslahatlar yoki yo'l yo'riqlarga to'la to'kis amal qilinmasa ham, ular haqida bosh qotirib ko'rish joiz bo'lar. Bunda bizga bo'lgan voqealar yoki kitobda bayon etilgan hikoyalar yordam beradi. Biz boshimizdan kechirayotgan voqeliklar kitobda yoki boshqa bir insonning hayot yo'lida allaqachon yuz bergan bo'lishi mumkin. Aynan shunday narsalar bizga yo'l xaritasi yoki qandaydir qo'llanma vazifasini o'tashi mumkin. Hozir o'qib bermoqchi bo'lgan hikoyam ham qaysidir ma'noda shunday hikoyalardan. To'qqizinchi sinf a'lochilaridan temir tersakni hammadan ko'p yig'ib, ota radioda aytilgan va ma'muriyatdan rahmat eshitgan Zuhraxon degan qiz yo'qolib qoldi. O'sha kasofat shanba kuni maktabdan qaytishda Zuhra kitob daftarini opasi Fotimaga berib, lola tergani qirga chiqqan ekan. Qaytib kelmabdi. Uning ota-onasi avvaliga qarg'ab, keyin yig'lab butun lolazorni, butun qishloqni taka-taka qildi. Maktab ma'muriyati bulardan ham ko'proq jon kuydirdi. Jamoa ijroqo'miga aytib, butun qishloqni oyoqqa turg'izdi. Tumanga ma'lum qildi. Chunki sinfda a'lochi qiz 4 ta bo'lsa, Zuhra uning 25% ni tashkil qilar edi. Chol kampir boshqa xunuk xayollarga bormaslik uchun bir-birini ovutdi. Zuhra qoqbosh, ta'bi nozik, dimog'dor qiz bo'lib, maktabdoshlariga qo'shilmas edi. Shahardan lola tergani chiqqan qizlardan birontasi ta'biga yoqib, o'sha bilan o'ynab kelgan bo'lsa ajab emas. Biron yigit bilan qochib ketmadimikan degani til bormasada. Ko'ngliga yo'l berish mumkin bo'lgan va birdan bir xayriyatli gumon shu bo'lib qoldi. Haqiqatdan, shanba va yakshanba kunlari shaharlik yoshlar bitta danak topsa, shu lolazorga kelib chaqib yer. Bularning ichida chiroyligi bor, sho'xi bor, boyvachcha tabiati bor, bevoshi bor. Buning ustiga Zuhra nihoyatda ko'zga yaqin. Bir qaragan kishi ko'zi xira tortib, yana qaragisi kelar. Xususan, xonatlas ko'ylak kiyib sochini laylak uya qilganida maqtoviga chiroyli degan so'z goh kamlik, goh eskilik qilib qolardi. Zuhra o'ziga munosib, ya'ni yaxshi o'qiydigan suqsirdekkina biron yigit bilan ketgan degan umidda chol bilan kampir biroz taskin topgan bo'ldi-yu, lekin Fotima baloga qoldi. Zuhra lola tergani boraman desa, bitta o'zini yuboraverdingmi? Birga borsang oyog'ingga kuydirgi chiqarmidi? Muncha noshud, muncha notavon, muncha ham anqov laklov bo'lmasang. Kampir bunaqa gaplarni alam ustidagina emas, umuman kuyib aytar. Chunki sho'x va shaddod Zuhraga qaraganda Fotima bo'sh tobroq. Sho'xlik husnning pardozi bo'lsa kerak, ikkovi bir olmaning ikki pallasi bo'lsa ham Zuhraning oldida uning istarasi so'niqroq ko'rinar edi. Oradan 10 kun o'tgach, Fotima maktabdan yig'lab keldi. Zuhra tufayli sinfda davomat ancha pasaygani uchun uni sinf daftaridan o'chirmoqchi bo'lishibdi. Bu gap chol kampir uchun Zuhraning o'limi xabar bilan barobar bo'ldi. Fotima yana zixnovga olindi.
Sen palpis pandavaqa bo'lmasang, boshimizga shunday kunlar tushmasidi. Zuhra sendek kichik, Lolazorga boraman deganida yo'lini to'ssang, unamasa sochidan sudrab olib kelsang bo'lmasmidi? Ahvoling shu bo'lsa holingga voy, olmaydi, boshimga yostiq bo'lasan. Fotima bunaqa ta'na-dashnomlarni ko'p eshitdi. Nihoyat jon-jonidan o'tib ketdi-yu, yig'lab dedi: "Ayajon, hamma aybni menga to'nkayvermang. Axir Zuhraga mening so'zim emas, o'zingizning so'zing ham o'tmas edi-ku. Ha, ana unda ozib-yozib bir ish buyurib, qizim, 4 tagina piyoz archib ber deganingizda teskari qarab, men sizga malay emasman degan esingizdan chiqdimi? Shunda ham indamadingiz. Men esimni taniganimdan beri sizga qarashaman. Ro'zg'or ishini butkul qo'limga olsam-u, sizni 7 qavat ko'rpachaga o'tkazib qo'ysam deyman. Nahot ota-onangiz izzatini, xizmatini qilgan kishi malay bo'lsa, hamma ayb o'zingizda. Yaxshi o'qisin deb Zuhrani juda erkalatib yuborgan edingiz. Qizimning qo'li qavaradi, deb o'smasini ham o'zingiz siqib berardingiz." Kampir Fotimaning so'zlariga qarshi lom-mim deya olmay, haqiqatdan o'zi vaqtida o'qiy olmay qolib, hayotida nima kamlik, qanday qiyinchilik tortgan bo'lsa, hammasini ilmsizlikdan ko'rgan. Zehni o'tkir Zuhraning ilmiga tezroq to'lishini ko'zlab, uning maktabdagi qildek yutuq oldi-da, uydagi filday gunohini payqamagan edi. Shundan keyin Fotima Zuhradan qutuldi. Lekin kampirning g'amiga g'am qo'shildi. Zuhradan xat kelguncha yaqin 1 oy bo'yi o'zini o'zi yeb, mushtdekkina bo'lib qoldi. Zuhra bosh keti yo'q to'mtoq xatida shundoq debdi: "Turmush o'rtog'im bilan ko'nglimizning amrini bajarib, baxtiyor oilalar safidan mustahkam o'rin egalladik va baxtli turmush quchog'idan oqib, kelajakning nurli cho'qqilari tomon bormoqdamiz. Sizlar feodalizmning uqubatli quchog'ida yashagansizlar. Yuksak ideallarga asoslangan muhabbat nima ekanini bilmaysizlar. Shuning uchun mendan xafa bo'lmanglar. Xursand bo'ladigan kunlaring yaqinlashib kelmoqda." Fotima xatning boshiga "Aziz dadajonim, mehribon onajonim, oxiriga sizlarga sihat salomatlik tilayman" degan so'zlarni qo'shib o'qidi. Xatda na manzil bor, na imzo. Konvertga shahar 11-aloqa bo'limining muhri bosilgan edi. Xatning baxtli turmush, nurli cho'qqi degan joylari kampirga tasalli berdi. Lekin chol xatni Fotimaning qo'lidan yulqib oldi, qo'yniga tiqdi-yu, to'nini yelkasiga tashlab shaharga jo'nadi va shu ketganicha 1 hafta deganda qaytib keldi. Zuhrani qidirib 11-aloqa bo'limiga qarashli hamma xonadonga bir bosh tiqibdi. Maktab, idora, korxonalardan so'roqlabdi. Nihoyat shahar militsiya boshqarmasiga uchrabdi. Militsiya 4 kundan keyin shaharga bunaqa ayol yozilgan emas deb javob beribdi. Kuzga yaqin tumanda katta majlis bo'lgani, majlisda Zuhra va uning maktabi og'izga tushgani, xunuk-xunuk gaplar aytilgani to'g'risida mish-mish tarqaldi. Kampir uzoq yotib qoldi. Qish o'tdi, bahor keldi. Zuhraning na tirigidan darak bor edi, na o'ligidan. Chol ba'zan juda kuyib ketgan vaqtlarida boshiga mushlab, "Juvon marka aza ocha qol" deb yig'lardi. Fotima maktabni bitirdi. Uning niyati yana o'qish edi. Biroq chol kampir o'qish shu bo'lsa bas, maktablarga o't tushsin deb turib oldi. Bundan tashqari Zuhra bunaqa bo'lganini, onasi ne ahvolda yotganini ko'rib, Fotima bu niyatidan qaytdi. Ish so'rab raisning oldiga bordi. Rais Fotima haqida onasining noshud notavon qabildagi so'zlarini eshitgan ekan, uning aftiga ham qaramasdan ferma mudiri ixtiyoriga yubordi va ketidan mudirga telefon qilib, ish-pish topib ber dedi. Fotima fermada ish-pish qilib yurgan edi. Bir kuni gapdan gap chiqdi-yu, Fotima sigir degan jonivorning befarosatligidan nolib, "Men rais bo'lsam, sigir boqib o'tirmasdim. Olimlar bilan birgalashib, yem-xashakning o'zidan sut oladigan mashina chiqarardim" dedi. Sovuvchilar xo'p kulishdi. Bu gap raisning ham qulog'iga yetgan ekan, fermaga kelganda Fotimaning yelkasiga qoqib, "Durust.
Kallada xom xayol bo'lsa ham bo'lgani yaxshi. Kalla bo'sh turmagani yaxshi dedi. Va oradan ko'p o'tmay uni sog'uvchilikka o'tkazdi. Bu kunlarda ferma sigirlarni mashinada sog'ishga o'tgan bo'lib, sigirlar hali o'rganmagan. Ko'pi mashinaning ichagini ko'rsa, yuragi yorilib boshini sarak-sarak qilar, pishqirar. Sog'uvchining suzish payda bo'lardi. Fatima pastdan yuqoriga bo'lganiga suyunib, mashinaga qiziqib bu ishga shavq bilan kirishib ketdi. Kampir o'sha yotganicha qovun pishig'ida biroz o'ng'arilib o'rnidan turdi. Lekin ko'p o'tmay yana yotib qoldi. Shu yotganicha bo'lak turmadi. Vafot qildi. Zuhra azaning 9-kuni kirib keldi. Chol uni ko'rib qarg'ashga og'iz ochdi-yu, lekin qarg'ay olmadi. "Bo'yning uzilmasin, bolam", deb ho'ngrab yubordi. Zuhra kattakon qizil ro'mol o'rab olgan. Katak ro'molchasini lunjiga bosib soldatchasiga xos turar. Aftidan onasining xotirasini o'zicha hurmatlar edi. Uning kelganini eshitib qo'ni-qo'shni ko'ngil so'ragani chiqishdi. Zuhra xotinlarga orqasini o'girib turaverdi. Fatima bechoraning yuzi shuvut deb o'yladi-da, uni sekin turtib, "Bunaqa vaqtda hech kim o'tgan gapni eslamaydi. Uyalma, bularga bir nima degin", dedi. Zuhra yuzi shuvut emas, xotinlarning ko'ngil so'rashini ham, bunga javoban ko'nglimni ko'targanlaring uchun rahmat degan ma'nodagi gapni ham eskilik deb bilgani uchun shunaqa qilib turgan ekan. Fatimaga yalt etib qaradi. "Nimadan uyalaman? Erkin muhabbat masalasini Navoiy, Tolstoylar ko'targan", dedi-yu burilib uyga kirib ketdi. Fatima odamlardan xijolat bo'lib, uni kasalga chiqardi. Fatima odamlarni kutdi, kuzatdi. Ayvonda allamahalgacha otasi bilan gaplashib o'tirdi. Keyin unga joy solib berdi-da, yotgani uyga kirdi. Zuhra hanuz uxlamagan ekan, yig'layverib shishib ketibdi. Buni ko'rib Fatimaning gina qudrati yozildi. Uning qilmishi, yozgan to'mtoq xati, boyagi gapi xususida ko'ngilga tugib qo'ygan o'pka tani so'zlarni aytmadi. Aksincha, uni yupatdi, turmushini so'radi. Zuhra bundan 11 oy muqaddam qorinda 5 oylik bolasi bilan eridan ajrashgan ekan. Ota-onasi feodalizmning uyasi, meni uy cho'risi qilmoqchi bo'lishdi. O'zing bilasan, uy ro'zg'or ishiga o'quvim yo'q. Qozon tovoqni jinimdan battar yomon ko'raman. Shuning uchun ayam meni faqat o'qitganlar. Men ham yaxshi o'qiganman. Yo'q, ularga men oqsoch bo'lishim kerak ekan. Xizmatchi olgani qo'yishmadi. Moskvichimizni sottirib yuborishdi. Bundan tashqari yengsiz ko'ylak kiyma, birovning oldida kerishma. Qahvaxonaga buncha ko'p bo'lasizlar. Bezor bo'ldim. Chiqdim, ketdim. Lekin erim meni yaxshi ko'rardi. Qo'lida ko'tarib yurardi. Ko'chaga chiqsa, albatta bir nima olib berardi. Bechora 3-4 oy xo'p qatnadi, yalindi. O'sha ota-onang bor ekan, uyingni yelkanni chuqur ko'rsin dedim. 3 marta onasi, 1 marta otasi keldi. Ikkovini ham qabul qilmadim. Qabul qilmadim degan gapni Fatima hazm qila olmadi. Katta boshini kichik qilib kelgan va eshikdan qaytgan musafirlarni ko'z oldiga keltirib yig'laguday bo'ldi. Ering ota-onasidan ketsinmi dedi. Kechmasa ham yoshlar yashash kerak. Bularni to'rqovoqqa solib shiftga osib qo'yish kerakmi? Shu talabni ering qo'ysa, sen nima dirding? Zuhra bunaqa gaplarni sen tushunmaysan degan ma'noda boshqa gapga o'tdi. Maktabni durustroq bitirdingmi? Sening toleyingga ayam bunaqa bo'lib qoldilar. Yanagi yilga qaysi institutga kirasan? Fatima hayron bo'lib so'radi. Dadamni yolg'iz tashlab qayoqqa boraman? To'g'ri, lekin dadam dunyodan o'tib borayotibdi. Sen dunyoga endi qadam qo'yyapsan. Fatima esnab ishga kirdim, fermada sig'ir sog'ayotibman dedi. Zuhra birdan boshini ko'tardi. Nima? 10 yil o'qib sigir bilan tappidan boshqa narsaga aqling yetmadimi? Zuhra arazlab orqasini o'girdi. Lekin Fatima bu ishga vaqtincha noilojlikdan kirgani, o'qish to'g'risidagi rejalarini aytar deb xo'p kutdi. Biroq Fatima xayol o'tmay mayin uyquga ketdi. Fatima tong yorishganda uyg'ondi. Zuhra undan oldinroq turib ketib qolibdi. Kim biladi? Ertalab yana odam yig'iladi dedimi, yo erimdan chiqqanimni Fatima aytib qo'yadi deb
Qo'rqdimi, otasiga ham ro'para bo'lmasdan ertalabdan chiqib ketibdi. Zuhraning iziga tushib bo'lmadi. Fotima uning erdan chiqqanini dadasiga aytmay qo'ya qoldi. Yarashib ketar deb o'yladi. Oylar o'tdi. Bu orada Fotima ishga sho'ng'ib ketdi. Ma'lum bo'lishicha, sigir degani yem xashak, sut tapidan sog'uvchilik ishiga yelini tortishu, sut chiqarishdangina iborat emas. Sigir degan maxluq shuncha befarosatligi bilan sog'uvchining mehnatini, bilimini sezar. Shunga qarab sut berar ekan. Fotima shuni bilgandan keyin ishda kun sayin ochila bordi. Shundoq bo'ldiki, rais hisob-kitob saylov majlisida kesakdan o't chiqqaniga xursandlik izhor qilib, bir qancha qiziq gaplar gapirgandan keyin uni ilg'or sog'uvchilar qatoriga qo'shdi. Yaxshi sog'uvchi bo'lgani, rais qoshig'iga qo'shgani uchun Fotima kolxozda otning qashqasi bo'lib qoldi. Faqat sho'xlik, shaddodlik emas, shuhrat ham husnning pardozi ekan shekilli. Fotima birdan ochilib ketdi. Ana, qora yorqin tashlaguvchi ko'zlar u, ana tutab turgan payvasta qoshlar, yoshlarning ishtahasini ochadigan kuldirgichlar. Zuhra xonadonga dog' solib ketgandan keyin ko'p odam endi Fotima qari qiz bo'lib o'tirib qoladi deb taxmin qilgandi. Yo'q. Yigit ustiga yigit chiqaverdi. Raisning qaynisi, kolxozning manchori, buxgalterning o'g'li, ximizator dorixona mudiri, Fotima yaqinda o'qishini bitirib fermaga mol doktori bo'lib kelgan Samijon degan yigitga mayl berdi. Samijon ko'p mulohazali yigit ekan. To'y cholga ham tatsin degan maqsadda Zuhrani xo'p qidirdi. 6 hafta qidirib oxiri daragini topdi. Uning bir o'rtog'i Zuhrani shahar kutubxonasining zalida ko'ribdi. Zuhra zalda o'tirgan bo'lsa, demak kutubxonaga a'zo. A'zo bo'lsa, o'sha yerda manzili bo'lishi kerak. Ikkovi shaharga borib, haqiqatdan kutubxonadan Zuhraning manzilini topishdi. Zuhra markaziy hammom qoshidagi sartaroshxonada kassir bo'lib ishlar ekan. Samijon eshikda qolib sartaroshxonaga Fotima kirdi. Va ko'k yog'och panjara ichida o'tirgan Zuhrani ko'rib, yuragi shing'ib etib ketdi. Ozib cho'p bo'lib ketibdi, bukchayibdi. Shunday sochdan chilvirdekkina ikkita qoqil qolibdi. Zuhra Fotimaga ko'zi tushib, xuddi yalang'och o'tirganida ustiga birov kirib qolganday shoshib, sariq ro'molni yelkasi aralashib boshiga tashladi. Beixtiyor panjaradan chiqib keldi. Nega kelding? Men bu yerda vaqtincha ishlab turibman. Yaxshimisan? Ering yaxshimi? Dedi Fotima yarashdingmi deya olmay. Ketib qolgan. Allaqachonlar ketib qolgan. Leningradda o'qishda. Bolang katta bo'lib qoldimi? Venera bog'chada, dedi Zuhra va bundan ortiq gap so'rashni istamadi shekilli, o'zi savol berdi. Erga tegayotgan emassan deb eshitdim. Kim o'zi? Fotima to'y uning qishloqqa borishiga qarab qolganini aytishga shoshilib, o'zimizning qishloqdan, fermada mol doktori dedi. Zuhra labini burdi. Sigir doktori degan tappidan yiroq tushmas ekanda. Fotimaning dami ichiga tushib ketdi. Shu asnoda Samijon kirib keldi. Fotima ikkovini tanishtirishni ham bilmay qoldi. Tanishtirmasligini ham. Lekin uning Zuhraga tomon iljayib borayotganini ko'rib, Samijon deyishga majbur bo'ldi. Zuhra kuyov shu ekanini bilib, unga ko'z qirini tashladi. Hinchasiga kaftlarini juftlab ta'zim qilib qo'ya qoldi. Samijon o'sal bo'lib to'xtadi. So'rashgani uzatmoqchi bo'lgan qo'lini ko'ksiga qo'yganicha orqaga sarildi. Shu on bir mijoz kastaga pul to'lagani keldi-da, Zuhra chopib borar ekan, Fotimaga qarab bir aylanib kelinglar, keyin uyga boramiz dedi. Samijon ta'zim qilib chiqib ketdi. Fotima Samijonning oldida Zuhraning qilmishidan uyaldi. Uni uzib olmoqchi bo'lib, panjaraning oldiga bordi. Lekin uning mijozga qilgan muomalasidan yuragi tor, jizzaki bo'lib qolganini fahmlab, shashtidan qaytdi. Zuhra, jigarim, dedi hazil yo'sinida. Onang hindi emas edi-ku, kuyov bilan o'zimizcha qo'l berib so'rasang nima qilardi? Bir aylanib kelinglar deganing nimasi? Uyingga olib boradigan bo'lsang, manzilingni ayt, kalitingni ber, biz borib turaylik. Zuhra qip-qizarib ketdi. Cho'ntagidan kalit olib, ikki barmog'i bilan Fotimaga uzatdi. Manzilini aytdi. Fotima Zuhraning qilmishi haqida uzr so'rab, Samijonga uning hali odam ko'rmaganini, odob axloq o'rganmaganini, shu tufayli bo'lsa kerak, uyi buzilganini aytib berdi. Zuhra parkdan narida
4 qavatli imoratning zinasi ostidagi uyda turar ekan. Fotima sirtqi eshikni ochib yo'lakka kirdi. Ikki tomonda ochiq turgan eshiklardan uy bilan oshxonaning ahvolini ko'rib, Samijondan nomuslarga o'ldi. Voy, kim aytadi shu uyda xotin kishi yoshgina juvon turadi deb. Samijon uni xijolatdan chiqarishga shoshildi. Ziyoni yo'q. Ayni muddao Zuhraxon yosh, yolg'iz, oyog'i toyilmadimikan deb qo'rqqandim. Yo'q. Xayriyat. Bu uyga erkak zoti emas, odam bolasi oyoq bosmaganga o'xshaydi. Bechoraning dugonasi ham bo'lmasa kerak. Ikkovi uy bilan oshxonani yig'ishtirdi, tozaladi. Ishdan keyin Zuhra sariq qog'oz xaltachida bir nima ko'tarib keldi. Oshxonaga kirib ketdi-yu, ko'p o'tmay uyga tovoqda ovqat ko'tarib kirdi. Ovqat aslida chuchvara bo'lib, qaynatishda sovuq suvga solingan bo'lsa kerak, xamir bilan qiymasi qorishib yotardi. Zuhradan olingan tayyor chuchvarani qaynatishni ham bilmaganda zarracha xijolat emas. Aksincha, qozon tovoqqa yo'qligini shu bilan yana bir marta pisanda qilgandan mamnun ko'rinardi. Fotima tegishdi. Ilgari ayamga malay, qaynonangga cho'ri bo'lib qolishdan qo'rqib, qozon tovoqqa qo'l urmasding. Endi nimadan qo'rqasan? Hech bo'lmasa o'zing uchun o'rgansang bo'lmaydimi? Zuhra kuldi. Shu bilganim o'zimga yetadi. Chuchvaradan maqsad go'sht bilan xamir yeyish bo'lsa, ikkovi ham turibdi. Qo'shib yeyaveraman. Axir bir kuni ering kelar, yarasharsizlar. Zuhra yarashishdan umidi bo'lmasa kerak. Men ozodligimni hech qanaqa erga alishmayman dedi. Yolg'izligim o'zi bir tutqunlik emasmi dedi Samijon kulib. Zuhra eri to'g'risida qizishib gapira ketdi. Bu gaplarning tagida faqat mening qadrimga yetmadi, menday xotinning qadriga yetmadi degan bir alam yotar edi. Bu alam aftidan uni kemirib, so'rib darmonini quritibdi va dunyo shu o'zi, hayotda hech kim o'z qadrini topolmaydi degan kuyga solib qo'yibdi. Endi ma'lum bo'lishicha, Zuhraning uy tutishi, kiyim boshi, o'ziga qaramay qo'yganligi shuning oqibati. Hozirgi har gapi, harakati shuni ta'kidlar. Hatto dasturxonni yig'ishtirganida bo'sh tovoqni olib chiqib ketayotganida raftori, aftangori butun vujudi, ey olam, mana ko'rdingizmi? Men nechog'lik xorlik, zorlik tortayotibman deb turganga o'xshardi. Choy mahalda hech kimdan sado chiqmadi. Samijon gap ochishning mavridi keldi degan ma'noda Fotima bilan ko'z urishib borgandan keyin kuyov bilan bunaqa arazlashib qolgan bo'lsalaring, yakka o'zingiz Shahrazinda nima qilasiz? Qishloqqa keta qolaylik dedi. Zuhra anchadan keyin javob berdi. Shahardan qishloqqa bir qadam orqaga qaytish bo'lmasmikin? Fotimaning achchig'i keldi. Orqaga qaytish bo'lsa nima? Durli cho'qqidan tushib qolasanmi? Zuhra bir vaqtlar ota-onasiga yozgan xatida kelajakning nurli cho'qqilari tomon bormoqdamiz degan esida bor ekan. Rangi bo'zarib ketdi. Ta'na qilma, dedi labi pirpirab. Men nurli cho'qqiga yetolmagan bo'lsam, sigir minib sen yetib borasan. Bu gap Samijonga ham tegib ketdi. Odam intiladigan cho'qqi tog' cho'qqisi singar bulutlar orasida emas, yerda bo'ladi, dedi Samijon. Fotima uning javobiga qanoat qilmadi. Ayam mendan rozi bo'lib ko'z yumdilar. Dadam 1000 marta rozilar. Dugonalarim, qavm qarindosh, butun kolxoz mendan rozi. Mening uchun bundan balandroq cho'qqi bormi? Sendan kim rozi? Hatto suyib olgan ering ham rozi bo'lmabdi-ku. Sen qanaqa cho'qqiga intilganding? Zuhra pushti ro'molchasini lungiga bosganicha kursiga qapishib ketdi. Uning ahvolini ko'rib Fotima shu gapni gapirganidan pushaymon bo'ldi. Zuhraning ko'zlari yumuq, qalin kipriklari orasidan yosh sizardi. Zuhra turib birdan Fotimaga o'zini otdi. Uni qattiq quchoqladi. Ichidan xuruj qilib kelayotgan faryodni yutish uchun yuzini uning qorniga ishqab to'lg'andi, ingradi. So'ng o'zini yerga otdi-yu, boshini karavotning poyasiga bir necha marta urdi. Samijon uni ko'tarib karavotga yotqizdi. Fotima nima qilishini bilmas, qo'rqib nuqul mengina o'lay, derdi boshini pisilab. Bugun shanba kuni Zuhra qizini yaslidan olish kerak ekan. Vaqtida bormagani uchun qorong'i tushganda murabbiyasi Venerani olib keldi. Zuhra bularning tovushini eshitib ko'zini ochdi. Murabbiya Zuhraning kasalligini ko'rib hol-ahvol so'radi. Keyin Venerani unga tomon yo'lladi.
Venera uni etagidan mahkam ushlab turaverdi. Fotima darrov sezdi. Zuhra yuragi torlik qilgan paytlarida qiz bechorani ko'p urishib, ehtimol urib o'zidan bezdirib qo'yganga o'xshaydi. Buni Samijon ham payqadi. Haqiqatdan Fotima kel deb qo'l cho'zganda, qiz biroz begona sirasi ham yugurib bordi va uning quchog'iga o'rnashib, onasiga xo'mrayib qaradi. Mehmonlar 4 kun turib qolishdi. Fotima Zuhra bilan Samijon mehmonxonada yotib yurdi. Venerani yaslga eltishmadi. Samijon o'ynatib yurdi. 5-kuni Zuhra butkul tuzalib ishga chiqadigan bo'lgandan keyin mehmonlar ketadigan bo'lishdi. Zuhrani qishloqqa, hatto to'yga taklif qilish ham noqulay bo'lib qoldi. Ular uchun cholga Zuhra eson-omon yuribdi, qizi katta bo'lib qolibdi degan xabarni eltish ham katta gap edi. Zuhra ularni avtobus stansiyasiga kuzatib chiqdi. Avtobus tayyor ekan. Fotima Venerani ko'tarib olgan avtobusga chiqqani uni Zuhraga uzatganda, Venera dod deb Fotimaga chirmashib oldi. Unga ham ishonmay Samijonga intildi. Zuhra xijolat bo'ldi. Shu choq avtobus yo'lovchilarini qistab ustma-ust signal berdi. Fotima yopilayotgan eshikdan avtobusga chiqib, bolani derazadan Zuhraga uzatmoqchi bo'ldi. Venera yana chirillab Fotimaning sochini changallab oldi. Avtobus ketidan tutun chiqarib yurib ketdi. Samijon derazadan boshini chiqarib qichqirdi. Zuhraxon, o'zingiz borib olib keling. Shu hafta ichida boring, kutamiz. Zuhra ko'zi jiqqa yoshga to'lib, qo'lida katak ro'molchasini siltadi. Shunday yaxshi qizi borligini, uni ko'p urishib o'zidan bunchalik bezdirib qo'yganini endi payqadi. Bilagiga tashlab olgan jemper oyoq ostiga tushganidan bexabar, avtobusning ketidan 1-2 qadam bosib qarab qoldi.